Juda hayajonli qur'a marosimi bo'lib o'tdi. Bizga Portugaliya, Kolumbiya va 3-play-offdagi Yangi Kaledoniya, Yamayka yoki Kongo jamoalari bitta gruppadan joy oldik. Albatta, jahon chempionati bu biz uchun birinchi tajriba va ishonamizki, jamoamiz yaxshi tayyorgarlik qilib, xalqimizni, O'zbekistonni xursand qilib, chiroyli o'yinlari bilan keyingi boshqa chiqish vazifasini uddalaymiz va albatta jahon chempionatida o'yinlar bir-biridan qiziq bo'ladi, oson o'yinlarni o'zi bo'lmaydi. Shunga yarasha puxta tayyorgarlik ko'rib, eng muhimi muxlislarimiz mana shu jahon chempionatidan zavqlanib, butun umrga esda qoladigan O'zbekiston uchun jahon chempionatlarida birinchi ishtirok bo'ladi. First reaction is of course World Cup. You need to face with everyone. We go to face Portugal, we go to face Colombia, and of course for our players we'll be so excited. And nothing. We are in the World Cup, so this is the draw and can happen everything. We are so happy because we are here. I hope we will fighting until the end. Mana Qur'onni ham o'tkazib oldik. Ko'rdinglar qanaqa guruh tushdi. Kolumbiya, Portugaliya. 3 o'yindan 2tasi jiddiy bo'ladi. O'sha haligi unchalik jiddiy bo'lmaganigacha shu 2ta jiddiy o'yindan bittasini hal qilib olishimiz kerak. Birinchi marotaba qatnashayotgan mundialimizda bizda mana shunday sinovlar kutyapti. Endi bir tomoni ancha barvaqt ma'lum bo'layotgani zo'r. Shunga qarab turib terma jamoamiz tayyorgarlik ko'radi. Ravshan aka xayrlashdilar. Davom etaman. O'zbekiston terma jamoasi mana shu ikkita raqib Yevropaning grandi va Janubiy Afrika futbolining yorqin namoyandalaridan biriga qarshi xuddi shunga o'xshash futbol yurtlari bilan o'yinlar o'tkazib taraddud ko'rish kerak nazdimda. Shu tomondan 6 oy yaxshi muddat tayyorgarlik ko'ramiz va umid qilamizki, Karnavara boshchiligida O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqishni maqsad qilib mana shu Meksika yashil maydonlariga yo'l oladi. Yengilroq guruh kutgandim o'zim shaxsan, lekin balkim yaxshilikkadir ko'ramiz. Qur'a tashlash jarayoni tugadi. Ko'rdingiz, Kolumbiya tushdi bizga, Portugaliya tushdi. Shuningdek, play-off g'olibi Yangi Kaledoniya, Kongo, Yamayka g'olibi. Hozir endi studiyaga yo'l olamiz. Timur aka aytdilarki, o'ynasa bo'ladigan guruh. O'ynasa bo'ladi, menimcha. Portugaliya ham, Kolumbiya ham, naradan kelayotgan jamoa ham ko'ryapti. Hozir yorug'roqqa chiqib olaylik. Xayrli bo'lsin, yaxshi guruh yaxshi chiqdi menimcha. Portugaliya bilan ham o'ynasa bo'ladi, Kolumbiya bilan ham. Yaxshi ham endi ko'ramiz kim keladi. Menimcha takoy oladigan o'yinlar menimcha harakat qilsa bo'ladi. Hozir Zo'r TV studiyasida davom ettiramiz.